Zarina, ertaga men uchun muhim kun. Ertaga imtihon topshiryapman. Voy yo'g'e, zo'r-ku. Ha, zo'r. Mana shu muhim kunda meni yonimda turishingni xohlayman. Bobur aka, har doim har qanaqa vaziyatda men siz yoningizda turaman. Xudoyim. Namuncha zo'r qiz topganman a. Ada, oyi, bugun bo'lajak kuyovingiz imtihonlari edi. Shunga sizlar ham borsanglar surpriz bo'lardi. Shu bahonda kuyovingiz bilan tanishib olardingiz. Haqiqatan oyisi qizimizni unashtiribmiz, hali kuyov bolani bir marta ham ko'rmaganman. Shu bahonada ko'rib olardim. Boramiz. Hurmatli mehmonlar, aktyorlik mahorati imtihonimizga xush kelibsizlar. Birinchi ishtirokchimiz kursimiz faxri, kursimiz yetakchisi Baxtiyorov Bobirjonni taklif qilamiz. Mani kuyovim bo'ladi. Bobirjon, tayyormisiz? Tayyorman ustoz. Ovozini qara, Gamletga o'xshaydi. Marhamat. Yo'q, qaynotam kelibdi. Sevib turmushga chiqishga boshqa jonivor yo'qmidi? Boshqa hayvon yo'qmidi?